Katta Kariz xolam sovuq uchun har xil kiyimlar jo'natishdi. Katta Kariz xolamizni ham 4 yoshli nevarasi bor, sovuq kichkinaligidan beri o'sha bolachani kiyimlarini kiyib keladi. Nafaqat kiyimlari, balki kolyaskasi bilan har xil o'yinchoqlarini ham bizga berishgan. Men ishlamasdan uyda o'tirganim uchun ko'p kiyim-kechaklar olib bera olmayman. Davlat tomonidan beriladigan bolalar pulini esa qaynonam kreditlariga ishlatar edilar. Hozir esa bog'chasiga o'tib ketadi. Sovuqga qaysi kiyim ko'proq yarashganini kommentariyada yozib qoldiring. Menga hamma kiyimlari yoqdi, lekin ko'p kiyimlarni juni chiqib ketgan ekan, shuning uchun tashlab yuborishga majburman. Iltimos, bu videoni Katta Kariz xolamga jo'natib qo'ymanglar, точно bizdan xafa bo'ladi. Koreyaning milliy kiyimi bilan oyoq kiyim va shu kichkina o'yinchoqni olib qolishga qaror qildim.